Guliston tumani Baxmal mahallasida yashovchi Turdubayev Umijonning onasi bo'laman. O'g'lim Agrobankdan 17 million kredit olgan. Ana shu kreditga biz mana shu qoramolni oldik. Biz hozir mana shu molning sutlarini, qatiqlarini ichyapmiz, ham qo'ni qo'shnilarga sotyapmiz. Bundan tashqari tovuqlarimiz bor. 3-4 dona. Biz ulardan ham tuxum olib uyimizga, ro'zg'orimizga ishlatyapmiz. Tovuqlarimizning tuxumlarini uyimizga, ro'zg'orimizga ishlatyapmiz. Bundan tashqari tuxumlarni qo'shnilarga ham sotyapmiz. Ehtiyojlarimizga ishlatyapmiz. Prezidentimizga rahmat, shunchalik bizga imkoniyat bergan. Hokimiyatdagilarga ham rahmat, tan joni sog' bo'lsin. Borlariga shukr. Rahmat.